O'zbegimning eng mazali shirinliklaridan biri holva. Shunaqa oson tayyorlanishini bilganimda umuman sotib olmasdim. Kastrolkaga suv va shakarni solib qaynab chiqishini kutamiz. Qaynab chiqqandan keyin 10-12 minut davomida o'rta olovda yana qaynatamiz. Tayyorligini bilish uchun muzdekina suvga qiyomni quyamiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lganda gazni o'chiramiz. Ana endi idishimizga xona haroratida turgan mazali masilka saryog'ini solamiz. Ustidan qaynoq qiyomni quyib, saryog'i eriguncha aralashtiramiz. Videoda ko'rsatilganidan emas, iloji boricha yaxshi original suxoy molokodan foydalaning. 2-3 etapga bo'lib solib, tez-tez aralashtiramiz. Juda ham tez quyiladi. Menda silikon qolip bo'lmagani uchun oddiy biskvit qolipiga soldim. Tagiga va yoniga pergament qilib, xohlagan idishingizga solsangiz bo'ladi. Holvamiz 2 soatda xona haroratida bemalol qotadi. Qiyomni to'g'ri tayyorlab, suxoy molokoni yaxshisidan ishlatsangiz bo'ldi. Sizda ham bittada o'xshab chiqadi. Hech qaysi to'y-hasham o'zimizni mazali holvalarsiz o'tmaydi. Mazza qilib yeb berardim-ku, parhezdaman. Bu esa sizlarga like bosib saqlab olinglar.